Hammaga assalomu alaykum hurmatli soqaqabchilar, hurmatli treyderlar. Bugun biz sizlar bilan binariumdamiz va bugun trade qilmaymiz. Bugun sizlarga eng o'sha sizlarni qiziqtirgan, anchadan beri so'rayotgan, ko'pchiliklar so'ragandinglar, lichkaga ko'p yozishgandi. Xullas, pul chiqarish haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi navbatda tip account, ya'ni o'sha tip shot. Bu narsa sizlarni binariumdagi hisobinglarni tariflari desa bo'ladi. Start, standart, business, premium va VIP. Xullas, juda ham oddiy. Asosiy tushunishinglar kerak bo'lgan narsa shuki, start birinchi, VIP o'sha eng zo'ri. Bu nimaga qarab farq qiladi desanglar, asosiy beriladigan imkoniyatlarga, ya'ni masalan startda $100 gacha pulinglar bo'lsa, standartda esa $100 dan $500 gacha, biznesda 500 dan $2000 gacha, premiumda 2000 dan 5000 gacha, VIPda esa 5000 dan ko'prog'i. Menda hozir VIP tarif bor va sizlarga tavsiya qilardim iloji boricha biznes plan, ya'ni o'sha o'rtadagi planni ishlatishni. Ya'ni bu uchun o'rtacha $500 dan $2000 gacha depozitinglar bo'lishi kerak. Xo'sh, asosiysi joylarini men shu aytib o'tdim. Ya'ni eng asosiy farq qiladigan joyi bu pul yechib olishdagi limit. Standartda ko'ryapsizlar. Xo'sh, bir kunda $60 dan ziyod yoki bir haftada $110 dan ziyod pul yechib ola olmaysizlar. Vot. Men bu yerda batafsil ma'lumotlarni ko'rib o'qib chiqishinglar mumkin. O'zi unchalik ham aytiladigan gaplar ko'p emas, shunchaki agar qanchalik yuqori bo'lsa, sizlarning tarifinglar, sizlarning o'sha tipinglar shunchalik darajada ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lasizlar, shunchalik ko'proq zayavka berishinglar mumkin, ariza, shunchalik ko'proq pul chiqarib olishinglar mumkin, limit ko'proq bo'ladi. Vot. Undan tashqari bir qancha o'sha targovniy komnata degan narsasi bor. Bu unchalik ham qiziq emas yo'q. Xullas, sizlarga maslahat beraman, shunchaki biznes planni ishlatishni, to есть o'sha biznes tarifini ishlatishni. Imkoniyatlari ancha keng, bemalol, masalan, bunaqa o'rtada, masalan, jonaqa kam emas, ko'p emas. Endi depozit qilish joyiga o'tamiz va men sizlarga qanday qilib pulni yechib olishni hozir ko'rsataman. Пополнить счет degan joyga o'tamiz. Kassa va mana bu yerda вывести средства, то есть o'sha pullaringlarni chiqarib olish. Xo'p, ko'ryapsizlar, Uzcard, Humo, USDT, Bitcoin, любой usuli bor. Ko'p kishi menimcha Uzcard yoki Humo ishlatadi. Shunchaki kartalarni yozib qo'ysanglar oladi. Eng muhim narsa borlar, Uzcard yoki Humodan chiqarib olayotganda, umuman olganda pul chiqarib olayotganda verifikatsiyadan o'tishinglar kerak. Xo'sh, men hozir odatda TRC20 ni o'tkazaman, ya'ni USDT qilib, mana bu yerga USDT kошелегimni adresini kopировать вставить qilaman. Vot. Va undan keyin necha pul chiqarib olmoqchiman, o'shani yozishim kerak. Xo'sh, $100,000 bizada yo'q. Xullas, bolalar qaranglar, asosiy qilinadigan ish bu shunchaki verifikatsiyadan o'tish kerak. Verifikatsiyadan o'tish uchun emailni tasdiqlaysizlar va undan tashqari o'sha pasportinglarni yuborsanglar bo'ldi. Voyaga yetgan 18 yoshdan katta bo'lgan odamni pasportini yuborasizlar, bo'ldi. Bir qancha vaqt ichida o'zi tasdiqlab oladi. Undan tashqari o'sha sizlar agar men bu Uzcard yoki Humodan chiqarib olayotgan bo'lsanglar ham, o'zingizlarni nominglardagi kartaga chiqarib olsanglar ancha yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, ko'ryapsizlar, $15,000 account, to есть adresini yozganman va qabul qilish tugmasini bossam bo'lganda. Xo'sh. Ketdi. Mana ko'ryapsizlar, rahmat, to есть o'sha zaявка qabul qilindi, tez orada o'tkazilinadi pullar kripto kошелёкка. Xo'sh, bunga shunchaki okey deymiz. Va hozir unchalik ko'p vaqt ketmaydi. Даже account tipni tanlashda bitta narsaga e'tibor qaratinglar. Agar sizlarda yaxshiroq account shot, to есть tarif bo'lsa, yaxshiroq tarif bo'lsa, shunchalik tezroq pulinglarni chiqarib beradi. Agar standart yoki startda bo'ladigan bo'lsanglar, shunchalik vaqti kamayadi. Vot, ko'ryapsizlar, men bu yerda daniylarni yozib qo'ygan, ya'ni necha pul chiqarilmoqchi bo'lingan account tipi va sanasi, keyingi safar chiqarib olish mumkin bo'lgan sana. Endi biz nima qilamiz? Biz shunchaki kutamiz, qachonki bizga binarium o'sha belgilangan tartibdagi o'sha $15,000 ni bizani adresimizga tashlab bergunicha kutamiz. Yaxshi, demak, men hozir
ekran zapisini o'chirdim va endi qaranglar. Mana bizda $15,000 yechilgan shotimizdan istoriyaga qaraymiz va ko'rishimiz mumkinki, вот mana $15,000 uspешно, muvaffaqiyatli yechilgan. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana istoriyani to'liq ko'rsatib o'tirmayman. Ko'rsatib qolish mumkin, endi to'g'ri tushunasizlar. Xo'sh. Umuman olganda hech qanaqa muammoli, problemali joyi yo'q. Shunchaki to'g'ri verifikatsiya qilsanglar, ya'ni o'sha pasportingizni yuborasizlar, undan tashqari emailni tasdiqlaysizlar va bo'ldi. Undan keyin любой o'sha metoddan chiqarib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kripto, xohlasanglar kartaga tashlab olsanglar bo'ladi. Demak, bolalar, shu haqida gapirmoqchi edim bugungi videoda. Umid qilamanki, foydali bo'ldi. Ko'rib oldinglar, qanday chiqarishni tushunib oldinglar deb o'ylayman. Короче, gazini bosinglar, soqqa qilinglar, u yog'i problema emas. Eng asosiysi pul ishlash, uni chiqarish muammo bo'lmaydi. Hammaga omad.